Nima uchun men bugun ertalab negativga bunaqa tarzda javob berdim? Hech qachon negativga bunaqa javob bermagan edim. Faqatgina kulib, ularni ustidan mazax qilgan otvet berardim. Men bu videoda hamma negativlarni boshidan eslamoqchiman. Va bu videomni kim uchun meni gapim muhim, kim meni realni tushunmoqchi bo'lsa, bemalol ko'ringlar. Kimga men yoqmasam, faqatgina negativ bildirmoqchi bo'lsangiz, prosta bu videoni o'tkazib yuboringlar. Boshida videolarim hali topga chiqqan paytiga rus tilida video vlog olardim. Hamma negativchilar, "Sen o'zi o'zbeksan, nima uchun o'zbekcha gapirmaysan?" Albatta, men o'zimni auditoriyamni quloq solib o'zbek tiliga vlog qilishni boshlagandim. Keyin men har kungi vlogimga o'zimni ko'rsatardim va uyimga har kuni замечание. To meni qolonim yo'q, to meni lustram yo'q, to meni xon taxtam не tot, to meni skоворodkam yoqmaydi. Keyin men lecheniya olishimni, diagnozimni bir paytlar aytgandim. Bolam yo'qligini, turmushga chiqqanimni ham aytgandim. Va hozirgacha har kuni har bitta videomga, kamida YouTube'ga ham, Instagramda ham faqatgina bitta savol: qachon tug'asiz, qachon bolali bo'lasiz, bola asrab olishni niyatingiz yo'qmi, lecheniya qilmayapsizmi, nima uchun bolangiz yo'q и так далее. Mayli, bunga ham video qilib chiqdim, video savol javob qilib chiqdim, diagnozimni aytdim, lekin ba'zi bir duraklar yana chiqib menga yozishadi: nima uchun bolangiz yo'q, qachon tug'asiz. Endi esa sochimni temasi. Sochimni men bir kraska qilmaydi. Odam hayotida o'zgaradi, qora qiladi, oq qiladi. Nima uchun mani sochimga xo'jayinlik haqqim yo'q? Mayli, bir marta gapirdingizlar, 2 marta gapirdingizlar, 3 marta gapirdingizlar. Har bitta videomga, har bitta reklama sochga aloqasi yo'q videomi, kiyim videosimi, faqat tema soch. Sizlar aytasizlar, bloger bo'lgandan keyin bu narsaga sizlar tayyor bo'lishingiz kerak. Menga aytinglarchi, qaysi bloger shu narsani biladi? To есть qaysi bloger negativ primat qilishga majbur? Menga aytinglar, prosta men tushunmayapman. Hamma narsani o'zining chegarasi bor, hamma narsani o'zining granitsasi bor. Shu uchun mayli, kim meni podдержка qilmasa, kim meni tushunmasa, отписка qilinglar. Men bu narsaga tayyorman. Отписка qilishlariga men tayyorman, lekin negativ primat qilishga, haqorat primat qilishga men tayyor emasman. Men vlog yuritishimning sababi bu: men o'zimni bunaqa negativniy misli, например, bola haqida o'ylashlar, mana bu depressiyalarga kirib ketmay, bir mana shu narsa meni ushlasin degan ma'noda men vlog yuritishni boshlaganman. Esimdan yana bitta narsa chiqibdi. Semiz deb har bitta videomga yozganlar. Meni hayotda ko'rgan odamlar juda ham ko'p. Faqatgina aytganlar, что hayotda men semiz emas, naоборот, men kichkinagina ekanligimni hamma tasdiqlab beradi. Lekin sizlar mana shu agressiyalaringizni, nimalaringizni faqatgina sochasizlar. Keyin sizlar o'ylamaysizlar, что bu qizni qanaqadir женский lecheniyasi bor, u может быть qanaqadir gormonlar ichyapti, shu uchun может быть semirishi mumkin. Sizlarni вот kalalaringizga вообще ishima kelmayapti-da. Bunaqa mayli meni hamma yomon ko'rsin, mayli mendan отписка qilinglar. Menga kerakli odamlar, meni поддержка qiladigan, meni sevadigan odamlar достаточно. Menga adekvatniy auditoriya kerak. Menga bunaqa negativ bildiradigan, faqatgina yomon ichidagi вот это грязni bu yerga kelib sochadigan odamlar kerak emas. 300 kishi отписка qildi, значит 300 kishini ichi shunaqa g'arazlik bilan to'lganki, что ular bunaqa narsalarga уже chidab bilmayapti va отписка qilyapti. Sizlar bu narsadan uyalishlaringiz kerak. Men qanaqa edim boshiga va hozir qanaqa men nervni, har narsaga nerv qilib, davleniya ko'tariladigan, nerv qiladigan odam bo'lganman. Hammasiga mana shu negativniy odamlar vinovat. Men o'ylaymanki, bu narsa hammasi sizlarning hayotlaringizga 2 barobar, 3 barobar, 10 barobar bo'lib qaytadi.